tez hojatga chiqish, kechalari uyqusizlik. Bu prostata bilan bog'liq muammo va bu sizning ishonchingizni ham ta'sir qiladi. Ammo bizda yechim bor. Lidos tabiiy tarkibga ega, halol va ishonchli mahsulot. Prostata muammolarini yengillashtirishga, erkaklar jinsiy faolligini oshirishga yordam beradi va kundalik hayotda o'zingizni yengil hamda ishonchli his qilishingizga ko'maklashadi. Lidos, siz ham kechiktirmang. Hozir qo'ng'iroq qiling. Kod 70li 018 94 55. Si Jinping Donald Trampga Putin Ukrainaga bostirib kirganidan pushaymon bo'lishi mumkinligini aytdi. Financial Times bu haqida Pekinda bo'lib o'tgan sammit yakunlari bo'yicha AQSh tomonining bergan bahosidan xabardor bir necha manbalarga tayanib Financial Times nashri yozmoqda. Xitoy rahbari ushbu bayonotni boshqa masala qatori Ukraina mavzusi ham muhokama qilingan muzokara chog'ida bildirgan. Tramp esa o'z navbatida Gagadagi xalqaro jinoiy sudga qarshi AQSh, Xitoy va Rossiya sa'y harakatlarini birlashtirishni taklif qilgan. Ushbu muzokaraning boshqa tafsilotlari keltirilmagan. Estoniya ilk bor Ukrainaga tegishli ekani taxmin qilinayotgan dronni urib tushirdi. Bu haqida Estoniya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. İlk bor dronni o'zimiz urib tushirdik, deb bayonot berdi mudofaa vaziri. Post Times ma'lumotlariga ko'ra, dron kun yarmida Tartu yaqinidagi mamlakat havo hududiga kirgan. Shundan so'ng mudofaa kuchlari ehtimoliy havo xavfi haqida SMS ogohlantirishlar yuborgan. Pekin, Si Jinping Tramp bilan suhbatda Putinni tanqid qilgan haqidagi Financial Times nashri xabarini rad etdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi vakili Britaniya nashrining ushbu maqolasi mutlaqo uydirma ekanligini ma'lum qildi. Avvalroq Financial Times nashri e'lon qilgan maqolada bir necha kun oldin Si Jinping Vladimir Putin sha'niga vazmin tanqidiy fikrlar bildirgani iddao qilingan. Tayvan hech qachon mustaqil davlat bo'lmagan va kelajakda ham bo'lmaydi. Xitoy Tashqi ishlar vaziri Prezident Trampning bayonotlariga munosabat bildirib, Tayvan Xitoy hududining ajralmas qismi ekanligini ta'kidladi. AQSh va Isroil Eronga qarshi urushni qayta tiklashga keng ko'lamli tayyorgarlik ko'rmoqda. New York Times AQSh Eronning yadroviy kelishuvi bo'yicha yangi taklifini yetarli deb hisoblamayapti va urushni davom ettirish bilan tahdid qilyapti. Axios Eron yaqinda nima sodir bo'lishini biladi, dedi Donald Trump. Shuni ayta olamanki, ular kelishuv tuzishni har qachongidan ham ko'proq istashmoqda. Chunki tez orada nima bo'lishini bilishadi, dedi AQSh rahbari. Ispaniya Tashqi ishlar vazirligi Isroilning Madriddagi elchisini chaqirtirdi. Bu qaror G'azo sektoriga yo'l olgan Al-Sumud gumanitar konvoyi kemalari qo'lga olingani bilan bog'liq. Diplomatik norozilik ushbu missiya ishtirokchilariga nisbatan Isroil kuchlari tomonidan amalga oshirilgan harakatlar sabab bo'lgan. Ispaniya Tashqi ishlar vazirligi xalqaro suvlarda konvoy to'xtatilganiga qarshi norozilik bildirib, buni xalqaro huquq buzilishi va noqonuniy harakat deb baholagan. Eronning AQShning yaqinda taqdim etgan taklifiga so'nggi javobi quyidagi talablarni o'z ichiga oladi. Uranni boyitish huquqi, Livan va G'azo kabi barcha jabhalarda sulh tuzish, AQSh harbiy blokadasini bekor qilish, chet elda saqlanayotgan barcha muddatilgan Eron aktivlarini ozod qilish, urushdan yetkazilgan zararni qoplash, barcha iqtisodiy sanksiyalarni tugatish, Eronga qarshi BMT Xavfsizlik kengashining barcha rezolyutsiyalarini bekor qilish, AQSh harbiy kontingentlarini Fors ko'rfazi mintaqasidan olib chiqish. Pekin Vladimir Putinning tashrifi oldidan Rossiya va Xitoy bayroqlaridan bezatildi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an Isroilni qattiq tanqid qildi va qoralab chiqdi. U xalqaro hamjamiyatni, xalqaro huquq va me'yorlarni inkor etayotgan Isroilning qonunsiz harakatlariga qarshi nihoyat chora ko'rishga chaqirdi. Erdo'g'anning ta'kidlashicha, Isroil kuchlari G'azoga gumanitar yordam olib ketayotgan global hamjihatlik flotiyasiga xalqaro suvlarda hujum qilgan. U bu harakatni qaroqchilik va talonchilik akti deb baholab, flotiya yo'lovchilariga nisbatan amalga oshirilgan ushbu hujumni keskin qoralagan. Shuningdek, u Turkiya, G'azo xalqi va unga yordam qo'lini uzatayotganlarni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Shundan so'ng Isroil madaniyat vaziri Turkiyaga shunday tahdidlar qildi. Erondan ham yomonroq ahvolga tushadi. Isroil madaniyat vaziri Miki Zohar
Turkiyaning Isroil bilan urush yo'lini tanlashi yaxshi oqibatlarga olib kelmasligini, ular bu uchun ulkan tovon to'lashini bildirdi. Ular bizga hujum qilib ko'rishlari mumkin. Eronliklar ham xuddi shunday deb o'ylashgandi. Va bugun ularning qayerdaligiga bir qarang. Agar turklar ham xuddi shunday fikrda bo'lishsa, yanada yomonroq ahvolga tushib qolishlari mumkin, degan Zohar. Si Jinpin bizning armiyamiz haqida juda maqtovli fikrlar bildirdi. U hayratda qoldi, dedi Donald Trump. Xorvatiya rahbari Isroilning amaldagi hukumat yuritayotgan siyosat tufayli yangi elchisini tasdiqlashdan bosh tortdi. Isroil davlatining taklif etilayotgan elchisi respublika rahbari Zoran Milanovichning roziligini olmagan va olmaydi, deyiladi prezident idorasi bayonotida. Trump Qatar amiri, Birlashgan Arab Amirliklari va Saudiya Arabistoni Valiahd shahzodasining iltimosiga binoan ularga bo'lgan hurmat sababli Eronga 19-may kuni rejalashtirilgan hujumlarni qoldirishni buyurdi. Eron o'zining boyitilgan uranini AQShga emas, Rossiya tomoniga topshirishga rozi. Bu haqida Tehron tomonidan Washington bilan mojaroni tartibga solish bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan kelishuvlar loyihasida aytilgan. Germaniya hukumat rahbari Si Jinpindan Putinga ta'sir ko'rsatishni so'radi. Germaniya kansleri Friedrich Merz Xitoy rahbari Si Jinpindan kutilayotgan uchrashuvda Rossiya rahbari Vladimir Putinning qarorlariga ta'sir o'tkazishni so'ragan. Uning ta'kidlashicha, hozircha Rossiya va Xitoy o'rtasidagi sherikchilik munosabatlarida fundamental o'zgarishlar kutilmaydi. Biroq Berlin Si Jinpin Putinga Ukrainadagi urushni tugatish uchun ta'sir o'tkazishga umid bog'laydi. Mersning so'zlariga ko'ra, bu urushda Rossiya yutib chiqa olmaydi va har kuni bekorga minglab odamlar o'lib ketmoqda. Si Jinpin Vladimir Putinni eski do'sti sifatida qabul qiladi. Reuters ma'lum bo'lishicha, ikki davlat yetakchilari 40 martadan ortiq uchrashgan. Bu Si Jinpinning g'arb yetakchilari bilan uchrashuvlari sonidan ancha ko'pligi qayd etilgan. Ta'kidlanishicha, Putinning tashrifi Trumpnikidek dabdabali bo'lmaydi. Chunki Si Jinpin va Putin o'rtasidagi munosabatlar bunday namoyishkorona do'stlik tasdig'iga muhtoj emasligi aytilgan. Estoniya Ukrainaga o'z havo hududidan hujumlar uchun foydalanishga ruxsat bermadi. Estoniya mudofaa vaziri Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov bilan suhbat chog'ida mamlakat Ukrainaga o'zining havo hududidan hujumlar uchun foydalanishga ruxsat bermasligini ma'lum qilgan. G'azo tinchlik kengashi kecha ertalab bayonot e'lon qildi va unda shunday deyiladi: o't ochishni to'xtatgandan beri G'azoga insonparvarlik yordami 70% dan ko'proq qochdi. G'azodagi binolar va infratuzilmaning qariyb 85% vayron bo'lgan yoki shikastlangan. O't ochishni to'xtatish kuchga kirgandan beri G'azo sektoriga 300 ming tonnaga yaqin yordam yetib keldi. G'azo sektorini tiklash uchun 300 milliard dollardan ortiq mablag' talab etiladi. Investitsiyalar esa Hamas va Falastin fraksiyalarining qurolsizlanishiga bog'liq. Eron sulhdan foydalanib, o'nlab ballistik raketa maydonlarini qayta tikladi. Shuningdek, mobil uchirish qurilmalarini yangi pozitsiyalarga ko'chirdi, deb xabar beradi New York Times. Rossiya razvedkasi Ukraina go'yoki Latviya hududidan turib Rossiyaga zarbalar berishni rejalashtirayotganini da'vo qildi. Rossiya tashqi razvedka xizmati bayonotida aytilishicha, Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Rossiyaning orqa fon hududlariga yangi zarbalar seriyasini berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Razvedkaning da'vo qilishicha, Latviya go'yoki Ukrainaga o'z hududidan dronlarni uchirishga rozilik bergan. Bayonotda ta'kidlanishicha, Latviyaga Ukraina qurolli kuchlarining harbiy xizmatchilari yuborilgan va ular mamlakat harbiy bazalariga joylashtirilgan. Rossiya razvedkasi Latviyaga adolatli qasos bilan tahdid qilib, mamlakatning NATOga a'zoligi uni himoya qila olmasligini ma'lum qildi. Putin Ukrainada Kiyev va Odessani egallash kabi kengroq maqsadlarni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. Financial Times. Bu haqida Financial Times nashri Kremldagi muhokamalarga yaqin deb ta'riflangan manbalarga tayanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Kremlning maqsadlari hozirgi front chizig'idan ancha tashqariga chiqadi va Moskvada Ukrainaning qarshiligi urush bosimi ostida bosqichma-bosqich zaiflashishi mumkin degan ishonch saqlanib qolmoqda.
Garchi Rossiya rahbariyati ommaviy ravishda Donbassni egallashga e'tibor qaratayotgan bo'lsa-da, nashr suhbatdoshlarining ta'kidlashicha, yopiq muhokamalar ancha keng geografik hududlarni, hatto markaziy va janubiy Ukrainani ham o'z ichiga olishi mumkin. Xususan gap muhim ahamiyatga ega bo'lgan, jumladan Qora dengizga chiqish yo'li va asosiy logistika tugullari hisoblangan hududlarga nisbatan ehtimoliy da'volar haqida ketmoqda. Financial Times'ni urushni tugatish bo'yicha sahna ortidagi muzokarada qatnashgan 2 kishiga tayanib yozishicha, Putinning asl maqsadlari katta ehtimol bilan kamida butun Dnepr bo'ylab Ukraina ustidan hukmronlikni mustahkamlashdan iborat bo'lib, bu Kiyev va Qora dengizdagi asosiy port bo'lgan Odessani egallashni ham o'z ichiga oladi. Rossiya kuchlarining oldinga siljish suratlari sekin ekaniga qaramay, Kreml Ukraina armiyasini holdan toydirish va ehtimoliy o't ochishni to'xtatish haqidagi har qanday kelishuv shartlarini bosqichma-bosqich qattiqlashtirishga umid qilmoqda. Agar Rossiya butun Donbassni egallashga muvaffaq bo'lsa ham, Putin yangi hududiy talablarni ilgari suradi. Ushbu ma'lumotlarning hozircha biror bir tasdig'i mavjud emas. Kreml so'nggi paytlarda ommaviy ravishda agar Ukraina qo'shinlari Donetsk viloyatidan olib chiqilsa, o't ochishni to'xtatishga tayyor ekanligini muntazam ravishda bildirib kelmoqda, deyiladi nashr maqolasida.